Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga 6 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan bir qavatlik 7 xonadan iborat bo'lgan uy proyekti bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Avvalo uyimizning uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 19 metr va uzunasiga 32 metr bo'lib, shu holatiga bitta katta darvozaxona, bitta ayvon, bitta katta mehmonxona, kattagina hol bo'lyapti. Ya'ni oilaviy o'tiradigan kattagina holimiz bo'lyapti. Bitta oshxona, ikkita bolalar xonasi, ikkita ota-onalar yotoqxonasi, ikkita podval va bitta sanuzel uyimizning ichida va bitta sanuzelimiz hovlida bo'ladi. Mana endi bir boshdan ko'cha tomondan tushuntiradigan bo'lsak, общий mana darvozamiz, darvozaxonamizga ikkita mashina bemalol sig'adi. Buning yonida kattagina mehmonxonamiz bo'lyapti. Va o'rtadagi ikkita derazamiz, bu ikkita bolalar xonasi, o'rtasi devor bilan ajratilgan. Va mana bu oxirgimiz bu ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Umumiy hisobda ko'cha tomonimizda 4 ta xona bo'lyapti. Qolgan xonalarimiz hovlida bo'ladi. Общий endi bir boshdan darvozaxonadan kiradigan bo'lsak, undan oldin mana ko'cha tomonimiz yana bir bor ko'rinishi va darvozaxonadan to'g'ri kirganimizda uzun darvozaxona bo'lyapti. To'g'ri hovlimiz boshlanib ketadi shu yerdan. Bu yerga bemalol ikkita mashinani sig'dirsa bo'ladi. Va to'g'ri chiqadigan bo'lsak, mana yashil zonamiz, hovlimiz uchun landshaftli zona va bu yerda asosiy hovliga chiqadigan ayvonimiz, zinadan to'g'ri chiqamiz. Qolgan xonalarimiz hammasi shu yerdan boshlanadi. Bu yerda masalan mehmonxona, davomida kundalik xonamiz, to'g'rida oshxona va mana bu eshigimiz, alohida bu yotoqxonamiz bo'lyapti. Va hovlining o'zidan ham mana zinadan to'g'ri ayvonimizga kirsak bo'ladi. Mana bu yotoqxonamiz, aytganimdek, bu yerdan ham uyning ichidan ham, hovlidan ham kirib chiqsa bo'ladi. Va mana bu yerda mana landshaftli zonamiz, besetka ham qilingan. Xohlasa bu yerga tapcham qo'yib o'tirish mumkin, xohlasa stol qilib o'tirishi mumkin. Landshaftli zonamiz G shaklida qilingan, hovlimizni figurasini olgan va mana bu yerdan to'g'ri bu aytganim ikkita podvalga kiriladigan joyimiz bo'lyapti. Orqa tomonida sanuzellarimiz, hovli uchun hammom va hojatxona bo'lyapti. Va tepadan yana ham tushunarli bo'lishi uchun yuqoridan ko'rsataman hovlimiz ko'rinishi va mana bu hovlimizning sanuzel qismlariga o'tadigan bo'lsak, to'g'rida mana yuvinadigan yuvinish zonamiz, bu yerga bitta rakmena bo'ladi. O'ng tomonimizda hojatxona, chap tomonimizda bitta hammom bo'lyapti. Hovlimiz uchun mana shunday holatda bo'ladi. Va bu yerdan to'g'ri chiqib qolgan xonalarni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerdan to'g'ri podvalga tushamiz. Podvalimiz uzunasiga bitta podval, buni alohida ikkita qilsa ham bo'ladi. Mana shunday holatda, mana reglni tagidan bir tomoni kotelni bo'lsa, bir tomoni omborxona sifatida ishlatsa bo'ladi. Xohlasa bitta katta podval qilib qo'ysa ham bo'ladi, xuddi mana bu biz qilgandek. Va bu yerdan qaytib chiqib qolgan xonalarni ko'radigan bo'lsak, общий mana yana bor ko'rinishi, darvozaxonadan mana to'g'ri kirib kelganimizda mana bu ayvonimizga chiqamiz, 3 ta zina bilan. Mana shunday hovlimizning ayvondan ko'rinishi. Mana bu yerda mana mehmonxonalar, xonamiz. To'g'ri kelgan mehmon shu yerdan kirib, shu yerdan chiqib ketaversa ham bo'ladi. Va buning davomida oshxona bilan kundalik xonamiz, ya'ni hol bo'lyapti. Va mana bu yerdan to'g'ri hovliga tushadigan, chiqadigan yana bitta qo'shimcha zapasnoy zina ham qoldirib ketilgan. Mana shunday holatda. Va bu yoqda mana hol bo'lyapti. Deraza mana katta oyna ham holniki, yoritib turishlik uchun to'g'rida mana oshxonamiz. Oshxonaga uyning ichidan ham, ya'ni holning ichidan ham kirib chiqsa bo'ladi. Hamma xonalarimizga bemalol uyning ichidan ham, tashqaridan ham kirib chiqishga imkoniyat qilganmiz qo'ldan kelgancha. Va mana bu mehmonxonamiz ko'cha tomonga qaragan katta derazasi va hovliga qaragan eshik derazasi. Va mana bu zapasnoy eshigimiz mehmonxonadan to'g'ri holga kirib chiqishlik uchun zapas qoldirib ketilgan. Va endi bir boshdan holga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana asosiy to'g'ri kiramiz. Kirganimizda kattagina hol bo'lyapti. Oilaviy o'tiradigan xona sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Va shu holning o'zidan hamma xonalarimizga birma-bir mana eshiklarimiz bor, kirib chiqsa bo'ladi. Mana bu aytganimdek mehmonxonaga to'g'ri mana zapasnoy eshikdan kirib chiqsa ham bo'ladi. Va hovlidan qaraganda katta oynamiz bor, holni yoritib turishlik uchun. Va endi qolgan xonalarni kiradigan bo'lsak, mana birinchi bolalar xonasi. Ko'cha tomondan qaraganda ikkitalik oyna bor edi. O'sha xona bitta katta xonani o'rtasidan ikkiga bo'lib, ikkita alohida qilingan. Lekin ko'chadan qaraganda bitta katta xonadek ko'rinib turadi. Shu holatida ham eni 3 metr kamida mana shu xonalarimiz bolalar xonasi sifatida ishlatishga bemalol yetadi. Mana bu ikkinchi bolalar xonamiz. Ya'ni mana ko'cha tomondan qaraganda bitta katta xonadek ko'rinib, effektini beradi. Shunday holatda bo'lyapti. Bittasi o'g'il bolalar uchun, bittasi qiz bolalar uchun xona bo'lyapti. Va bitta mana yotoqxonamiz. Bu ham ko'cha tomonga qaragan oynasi bor.
Mana shunday kattagina yotoqxonamiz, ya'ni ko'cha tomondan qaraganda mana bu oynamiz bo'lyapti. Bu yerdan ham qaytib chiqamiz, qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda mana sanuzelimiz bor. Uyning ichida hovlidagi qanaqa shaklda bo'lsa ham xuddi shunday bu ham mana bu to'g'ri kirganimizda yuvinish xonasi, bu yerda rakvina bo'ladi. O'ng tomonimizda hojatxona, chap tomonimizda bitta hammom bo'lyapti. Общий hammom, tualetlarimiz shu yerda joylashgan. Va mana bu eshigimizdan, bu asosiy kiradigan eshigimiz bo'lsa, bu yoqda mana yana bitta eshigimiz bor. Bu общий ham nimamiz, oshxonamiz bo'lyapti. Shu yerning o'zidan to'g'ri hovliga, ayvonga ham chiqsa bo'ladigan eshigimiz bo'lyapti. Va mana bu zapasnoy eshigimiz, bu bitta alohida yotoqxonamiz bor dedim, o'shaning uchun xizmat qiladigan eshigimiz. Kerak vaqtda ochiladi, bo'lmasa aksariyat hollarda yopiq turadi. Va oshxonadan to'g'ri mana ayvonga chiqdik. Qulaylik bo'lishligi kerakligi uchun ko'proq eshik qoldirganmiz. Buni ehtiyojga qarab xohlasa ishlatadi, xohlasa yopiq holda turadi. Mana bu aytganimdek bitta alohida yotoqxonamiz. Bu ham oshxonaning ichidan ham hovlidan kirib chiqsa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan hovlidan kirdik. Chiqdik. Yosh kattalar uchun ayniqsa qulay, hovlida uyning ichidan aylanib chiqib o'tirmaydi, hovlining o'zidan to'g'ri kirib chiqib ketaveradi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti uyimiz. Yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab takliflar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.